Men Instagramman. Scroll qilib vaqtni isrof qilma, kayfiyating tushadi, ko'zing charchaydi. Men YouTubeman. Bir kunda 70 minutdan ko'p video ko'rsang, ko'zing charchaydi va vaqting ketadi. Ro'zada ayniqsa ehtiyot. Men Telegramman. Juda uzoq ishlatsang, ko'zing charchaydi va vaqting ketadi. Ro'zada ayniqsa ehtiyot bo'l. Men telefonman. Ro'za tutgan paytingda menga haddan tashqari yopishib olma. Ko'zing charchaydi, vaqting zoya ketadi. Men Snapchatman. Juda uzoq ishlatma. Vaqt ketadi va ko'zing charchaydi. Ro'zada ayniqsa zararli. Men TikTokman. Scroll qilishni cheklamaysan, ko'zing charchaydi. Men Imoman. Juda ko'p video qo'ng'iroq qilma, diqqatni yo'qotasiz va ko'zing charchaydi. Men WhatsAppman. Juda uzoq chat qilsang, kuning bekor ketadi va ko'zing og'riy boshlaydi. Iltimos, obuna bo'lib keting. Ramazongacha 100 mingta obuna bo'lishni niyat qildim. Ramazonda shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq obuna bo'ling.